Bu davlatda yangi yil bayramini yoz faslida nishonlashar ekan. Dunyodagi 200 ta davlatni har kuni birma-bir mening sahifamda o'rganib chiqamiz. Bugun 9-kun. Bizda Avstraliya. Avstraliya poytaxti barchamizga ma'lum Sidney shahri emas, balki Canberra shahridir. Avstraliya hududi 7.688.000 km2 tashkil qiladi va dunyo reytingida 6-o'rinda turadi. Aholisi 26.439.000 kishidir. Aholisi bo'yicha dunyo reytingida 55-o'rinda. Avstraliya yer sayyorasining janubiy sharida joylashgani uchun dekabr-yanvar-fevral oylari yoz fasliga to'g'ri keladi. Avstraliyaga ilk bor 1606-yil gollandiyalik sayyoh William Jansen qadam qo'yadi va yangi qit'a eshiklarini butun dunyoga ochib beradi. Avstraliyada butun dunyoda uchramaydigan hayvon va o'simliklarning minglab turlari uchraydi. Misol uchun kenguru va koalani hamma bilsa kerak. Hamda Avstraliyada dunyodagi eng zaharli ilonlar ham yashar ekan. Siz ushbu davlat haqida yana nimalar bilasiz?